Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar va obunachilar. Bugungi video syomkalarimizni boshladik. Bugungi kunimiz 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni. Vatan himoyachilar kuni bilan nima deydi butun yigitlar, O'zbekiston yigitlarini tabriklab qolamiz. Vatan himoyachilarimizni tabriklab qolamiz. Shu bozorda videolarimizni boshladik. Bu bozorimiz yakshanba, chorshanba kunlari bo'ladi. Tongi soat 5larda boshlanadi, 5-6larda boshlanadi. Keyin bitta, keyin Qo'qonga qarab ketiladi. Qo'qonda bozor bo'ladi. Ustakamizdan so'mkachilardan bor ekan. Hormang, charchamayapsizmi? Qanchadan bo'lyapti mana qizchalar? Donaga 20 mingdan. Donaga 20 ming, pachkachi? Pachkaga 18 ming kattasi. Pachkaga 18 ming so'm kattasi, kichkinasi qaysi? 14 ming pachkaga, donaga 15 ming. Donaga 15 ming, pachkaga 14 ming so'm ekan so'mkachilar. Ob'yomda katta qilib tashlasangiz ko'p klient kelmaydimi? Joylimi? Endi misol shular ustiga tahlab bali g'aram qo'ysan. Do'kon bor aka. Do'kon bormi? Ha, uni uyda paypoq do'kon yonida so'mka magazincha sizlarkimi? Ha. Plus ichkariga odam kirib qolsadi. Bitta ham yana nima debdim? Ha, yaxshi. Telefon nomer qo'yaylikmi? Nechilik? 90lik. Telefon nomerlar 90lik 854 4108 raqamiga aloqaga chiqinglar. Ukamizga mana so'mkalar sotyapti ekan. Ob'yom masalan kelishtirib beradi. Bag'i 8-mart Navro'z bayramlariga padarkaga ham zo'r narsa bo'ladi. Do'konlar bo'lsa, do'konni bir chekkasiga ham mayli qo'yib qo'ysanglar, yaxshi savdo bo'ladi. So'mkadan ham savdolanversin, charchamang. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Bitta video qo'yilaverakmi? Xudo xolasa manfaatli video bo'ladigan umiddamiz. Ayollar ko'ylaklari. Qanchadan endi narxlar bir qator tanishtiramiz. Mana chismallar 55 mingdan. 55 ming so'mdan ekan bular. Razmerlari qanaqa chiqadi? Razmerlari bular bunaqa standart. Standart necha atrofida? 50 dan 56 gacha tushiradi. 50 dan 56 gacha tushar ekan, standart razmer ekan. Bu tigerlilarimiz 65 ming. Tigerlilar 65 ming. Bular material nima? Bambuk. Bambuk, bularchi? Bular ham bambuk. Bular ham bambuk. 50 dan 56 gacha razmer. 50 dan 56 gacha, narxi 65 ming so'm ekan. Mana shu Toro, Torolasi. Bu tomonchi? Miramar bambukdan tikilgan. Miramar bambuk 48 dan 54 gacha. Shu 60 ming. 3 xil rasvedka ekan, shu uchalasi hozir. Sal bir xilga o'xshayapti telefonda, 3 xil ekan. Narxi 65 ming so'm ekan. Ha, bular ham shundan, ha? Ha, bular ham shundan ekan. Rasvedkalari, mana gullari ham bor ekan. Miramar bambukdan tikilgan. Miramar bambuk ekan. Narxi qancha dedingiz? 65 ming. Narxi 60 ming so'm ekan, razmeri 48 dan 54. 48 dan 54 gacha ekan. Ha, bular ham shundan ekan. Ha, shunaqa. Bular ham shundan ekan. Rasvedkasi o'ta ko'p ekan. 10 xilda atrofida rasvedka bor ekan bundan. Bular endi bundanmi? Ha. Chismalidan bu 65 ming bunimiz. Buni eng chekkadagimi? Ha, bu eng Bu- chekkadagi 60 minglikdan. 60 ming so'm ekan. Bambuk material. Buni razmeri qanday chiqadi? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan. Bitta chiroyli ishlar. Razmerga tushadimi axloq bu? Ha. Razmerga tushadi deyapti, bo'ylari uzungina deyapti. Telefon nomeringizni qo'yaylikmi? Ha, xo'jayining beraman. Ha. 91lik 057 26 21 raqamiga aloqaga chiqinglar. Stenkachida o'ta chiroyli ko'ylaklar bor, bilasizmi? Ha. Beyda yo'q o'sha ko'ylaklardan. Ko'p yo'q-da. O'shadan fason olib ketsalar bo'lmaydimi? Bir Stenkada bormi? Aynalib ko'ringda, Stenkachida o'ta bir juda chiroyli ko'ylaklar bor. Hozir Telegram kanalda rasmlar bor, agar nima bo'lsa ko'rsataman. Endi hali fason qilib turib tiksalar o'ta chiroyli chiqadimi deyman-da. Shunaqa. Beyda qandaydir hammaniki bir xil bo'lib qolganda. Bular qanchadan? 60 ming. Bular narxi 60 ming so'm ekan. Material nima deydi? Material, Xitoy material. Xitoy material narxi 60 ming so'm, razmerichi? Standart.
Standart nechilar atrofda? Ha? Nechilar atrofda razmer o'sha standart, lekin bir 50 dan 56 gacha tushiradi. 50 dan 56 gacha tushar ekan, standart razmer ekan. Abaya. Abaya fason. Bu tomon ham sizlarmi shuni? Mana shu yerliklar. Ha. Sizni nomeringizni aytib ketaylikmi? Akam nomerini yuborasiz. Yo sizga aloqaga chiqarsin sizlarga. Ha, chiqaradi. Ha, Chiqishaveradi. Sizga mana shu telefon ko'ylak sotib turgan opamizni xo'jayin nomerini aytishdik. Aytdi hozir o'shanga aloqaga chiqarasizlar. Agar bundan ham kerak bo'lsa, ikkalasi bitta joyda turadi. Ham qarindosh ekan, savdolang bersin. Charchamanglar. Assalomu alaykum. YouTube'ga video olaverakmi? Aha. Xo'p, bo'lar. Uzun ko'ylaklar ekan. Qanchadan beryapsizlar? Pachkadan 65 ming, 58 dan 52 dan 58 gacha lozimi bilan narxi 65 ming so'm ekan. Bunalarchi lozimsizlar? Bular 70 ming so'm ekan, lozimsiz. Velvet materialda bir nimalar ekan. Boshqacharoqlari, bunalar, bulari. İçeride mana bunday velvet yapasizlar. 90 ming? Bular 90 ming so'm ekan, tevas 46 dan 52 gacha ekan. Ko'ylaklar uzun ko'ylaklar ekan. 70 ming. Narxi 60 gacha 52 dan. 70 ming so'm, 62 dan 52 dan 60 gacha. 52 dan 60 gacha ekan razmer. Shu hammasi 70 mingmi? Shu Ha, oxirigacha 70 ming. oxirigacha 70 ming so'm ekan. Bunlar ham 70. Mashitga tipi pastgacha. Bu 65 ming tipi past razvedkasi. TVPS 65 ming TVPS ekan. 58 Klass. gacha 52 dan. 52 dan 58 gacha ekan. Bular 65 ming so'mdan ekan. Oldi zamoqlar bor, oldi tugmali bor. Tugmasiz. Telefon nomer qo'yaylikmi, xolos? O'zingiz gaplashing. Ha, bo'ldi, xo'p. Agar zakaz bo'lsa bizga murojaat qilaverasizlar, o'zlaring kelaveringlar deyishyapti. Yoqali ko'ylaklar ham sekin chiqyapti mana yub qo'yishlarni. Bular qancha beryapsizlar? Ha, ko'ylaklarimizni bular pachkaga 33 ming. Pachkaga 33 ming. Doni ham bormi? Dona ham sotaveraman, donaga qimmatroq sotaman. Doniga 40 ming qimmatroq. sotaman. Doniga 40 ming sotar ekan. Pachkaga 33 ming so'm ekan. 100 mingga 3 ta ekanda, 3 talikmi razmeri o'zi? Pachkasi 100 ming so'm ekan, pachkada 3 talik razmer ekan. Nechi razmer? 56 dan 64 gacha. 56 dan 64 gacha ekan. Bu ko'ylaklarchi? Hammasi bir xil. Narxini bir xil aytdim. Emas, ko'ylaklar 33 ming so'mdan ekan. O, yeng kalta futbolkalar ham chiqayotgan-a, xudo xolasa. Endi chiqadi. Ha. Telefon nomer qo'yaylikmi? O'z ko'p qo'ygansizlar. Ha, bo'ldi, xo'p. Sizga telefon qilsin. O'z nomerlarimiz aytilgan deyishyapti. Agar mabodo yana zakaz kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Savdolaring bersin, charchamang. Ular donaga 100 ming so'm ekan bu velvetlar. Maktab yosh ekan-a? Ha. Maktab yosh donaga 100 ming so'm ekan. Savdolaring bersin. Yo'qda ichimda bor ekan. Akamizda yangi uzun yoqali ko'ylaklardan bor ekan, futbolka ko'ylaklardan. Nech bilan beryapsiz? 32 minglar. Narxi 32 ming so'm ekan. Nechta pachkada? 3 tadan. 3 tadan narxi 32 ming. Razmerichi? Razmeri 54 dan 58 gacha. 54 dan 58 gacha ekan. Materiallar nima? Material budurun. Budurun degan material ekan. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 858 858 77 44 raqamiga aloqaga chiqinglar. Video olishda davom etamiz. Ayollar ko'ylaklari juda ham chiroyli tosh bosilgan. Qalinlar sekin-sekin bitta ikkita yupqalarni ham ko'ryapmiz ichida.
egasi usta aka sizdanmi? Egasi hozir mashinada ekan. Ular nachos yilvet aka, 110. Bular nachosli velvet 110 ming so'mdan ekan pachkaga. Bambuk 85 ming. Bular bambuk 85 ming, buni qizillar, ha? 90 ming. Qizillar 90 ming so'm. 70 ming. Qaysilar 70 ming? Mana aytgan bog'i bular 70 mingdan bambuk. Bu tomonlar 70 ming so'mdan ekan. Bularning xalatni o'zi uzun 50 dan 60 gacha razmer, bular ham 70 ming. Xalatni o'zi uzun 70 ming so'm. Qancha dedingiz? 70 ming so'm ekan. Xalatni o'zi uzun ekan. Uzungina. Razmerlari qanaqa? 48 dan 54 gacha bular. 48 dan 54 gacha, bular 60 gacha ekan. Uzunlar, ha? Ha, 50 dan 60 gacha. 50 dan 60 gacha. Bu tomonlarchi? Bular 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan. Telefon nomer qo'yaymi? 94 gacha. 94lik 441 77 70 30 raqamiga aloqaga chiqinglar. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud, kuryerlik xizmati. O'tirgan joyingizda bizga zakaz berasiz. Yukingizni yig'ib o'z viloyat shaharlarga chiqarib beramiz. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87, 93lik 309 41 87, 33lik nomerimizda Telegram bor. Telegramga kirsalaring savdolang bersin. Siznikimi? Siznikini olib ketavering. Telegramga kirsalaring, Telegram kanalimizda silkasi bor. Telegram kanalimizga kirsalaring, har bitta ishlar narxlarigacha, razmerlarigacha qo'yib borganmiz. Sababi shu sizlarga zakaz berish uchun, qulay bo'lish uchun. Qanchadan berasiz aka? Hammasini har xil aralashtirib iltashganmiz, narxi har xil. Shunaqa har xil bo'lib ketdi. Nech puldan nech pulgacha? Xo'p. 60 mingdan 120 minggacha ko'ylaklar bor. 60 mingdan 120 minggacha ko'ylaklar bor deyishyapti akamiz. Bambuk, Bambuk, velvet, mana ko'ylak qaranglar, toshi o'ta chiroyli bosilib qo'yibdi, o'ziga mos. Manasi ham bir chiroyli bir o'zini ochadigan katta lola gulmi, shunaqa toshdan bosibdi. Bularni endi rasvetkalar ekan. Ha, fasoni boshqa ekan, buni belbog'i bor ekan, buniki yo'q ekan. Ha, bu ham belbog'li ekan, lekin chevarlarda xayoldan ko'tarilib qolgan ekan. Yo'q, bu tomon chekib ketib qolgan bo'lardi. Ya, o'ti belbog'i. Belbog'i tevada ekan, ha, belbog'i tevada ekan. Men shunday fason deb o'ylabman. Belbog'i tevada ekan, to'g'ri. Bor ekan belbog'i. Allah, shunaqa gaplar. Telefon nomeringizni qo'yaylikmi? 33lik 33lik 191 191 75 72. 75 72 raqamiga aloqaga chiqinglar. Mana shu bir ko'ylardan kerak bo'lsa, obyo masalan dastavkalargacha qilib beradi. Bir xolamiz ham mana bu yerda ko'ylak sotib o'tiribgan. Mana buni ko'ranglar, toshini o'ta bir chiroyli tovlanib turadigan ish ekan. Buni ilaydigan ish ekan o'zi ham uni. Chiroyli ilib. Ko'ylakshim, g'alatishim bo'ladi. Yo, ilib qo'yib reklama qiladigan ekan deyman. Hozir buni pastda turgani uchun unchalik nimasi bilinmayapti demoqchiman. Tepaga yo'ramiz hozir. Hammasi ko'ylak, lozimli ko'ylakchim ekan. Qanchadan xola? 110 ming. 110 ming so'mdan hammasimi? 110 ming so'mdan hammasi ekan. Hammasi 110 ming so'mdan ekan. Optimga 110 ming so'm ekan pachka narxi. Keyin mana chetlari ham mana nima deydi, toshni fasoniga moslab qirqilgan deydimi, bichilgan ekan. Razmeri qanaqa chiqyapti? 46 dan 56 gacha. 46 dan 56 gacha ekan. Nechta ular pachkalar razmer? 4 ta. 4 talik ekan. U ana qaranglar, o'ta chiroyli ramashka gul ekan. Pastlari ham mana gulni nimasiga qarab, toshni fasoniga qarab qirqilgan ekan. Telefon nomer qo'yaylikmi? Mayli. Nechilik? 91lik. 91lik 205 205 87 87 65. 65 raqamiga aloqaga chiqinglar. Qo'qonda ham savdo qilasizlarmi? Qo'qonda ham savdo qilamiz. Qaytida? O
Qabristonda oldida. Ha, xolayimizni ichi bo'yicha qabristonda oldi ham savdo qilishar ekan. Qo'qondan ham bemalol topsalar bo'laveradi. Cho'qqa ishlar.